Assalomu alaykum Audit Apteka dasturi foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan Audit Apteka dasturida elektron hujjat aylanmasi orqali fakturani kirim qilishni o'rganamiz. Buning uchun avval dasturga kirib olamiz. Administrator sifatida va administrator oynasidan elektron hujjat aylanmasi formasiga o'tib olamiz. Formani yangilaganimizdan keyin bizda yangi kelgan fakturalar ko'rinadi. O'zimizga kerakli fakturani topamiz va statusi imzolanmagan turadi va elektron hisobni ko'rishni bosamiz. Bu yerda bizga elektron hisobni ochib beradi. Bu yerdan elektron hisob faktura to'g'rimi, noto'g'rimi tekshirib olamiz va agar imzolash kerak bo'lsa imzolaymiz, faktura imzolanadi. Agarda markirovkalarni ham tekshirib olish zarur bo'lsa, markirovkalarni tekshirish oynasidan markirovkalarni ham tekshirib olishimiz mumkin. Endi hozir filtrni to'g'rilab olishimiz mumkin. Misol uchun sanasi oldinroq bo'lishi mumkin yoki fakturani nastroyka qilishimiz mumkin. Buning uchun jurnal sozlamasiga o'tib olamiz. Bu yerdan joriy hisobni tanlash, formani ochish vaqtida yangilash va bu yerdagi barcha sozlamalarni o'zgartirib, o'zimizga moslab olishimiz mumkin. Misol uchun hujjat sanasini 08.05.2026-yildan emas, 1-oy 1-kun 26-yildan chiqishini istayapmiz va bu yerda qo'llash tugmasini bosadigan bo'lsak, yana bir bor formani yangilab yuboramiz va bizga 2026-yilning 1-kunidan boshlab kirim qilingan barcha fakturalar chiqadi. Xo'p, bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan fakturani tanlab ochib olamiz avvalambor. Birinchi navbatda biz bu oynadan kerakli joylar bilan tanishib chiqamiz. Kontragent yuboruvchi, ya'ni uning NNS, direktor manzili, barcha ma'lumotlar beriladi. Bu yerda hujjat statusi, raqami, markirovkalar soni va jami summa, chegirma, to'lov summasi, mana shunday ma'lumotlar berib o'tiladi. Bu yerda kirim qilish tugmasi mavjud. Kirim qilish tugmasi orqali mana shu faktura barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan keyin kirim qilish mumkin bo'ladi. Kirim qilib olsak bo'ladi. Qoralamaga saqlash. Qoralamaga saqlashda bu fakturani vaqtinchalik qoralamaga saqlab qo'yish mumkin. Bunda siz ushbu fakturani qoralamaga saqlab qo'yasiz va kiritgan ma'lumotlaringiz yo'qolib ketmaydi. Bu yerda agregatlash markirovkalarning transport, quti va iste'mol markirovkalarini yuklab olish uchun xizmat qiladigan tugma. Bu yerda ombor, kerakli omborni tanlab kirim qilinadi. Bu yerda qidiruv maydoni va kerakli ogohlantirishlar, referent narxni yangilash tugmasi, referent narxlarni yangilash tugmasi mana shu ro'yxatdagi tovarlarning referent narxlarini yangilash uchun xizmat qiladi. Bu yerda ro'yxatni o'ng tarafga o'tkazib ko'radigan bo'lsak, bu yerda referent narxlar ko'rsatib o'tilgan. Hozirda bizda referent narx yuklanmagani sababli narx yo'qligini ko'rsatmoqda. Referent narxlarni yangilab olishimiz mumkin. Referent narxlarni yangilash tugmasini bosamiz. Referent narxi mavjud bo'lgan tovarlarning referent narxlari yangilanadi. Yangilab oldik. Yana tanishtirib o'tadigan tugmalarimizdan mana bu yerda savdo ustamasi mavjud. Bu foizda qo'yiladi. Ya'ni misol uchun 20%. Barchasini to'ldirish tugmasi orqali ro'yxatdagi barcha tovarlar uchun 20% savdo ustamasi qo'yiladi. Yaxlitlash orqali narxlarini o'zimizga mos miqdorda yaxlitlab olishimiz mumkin. Misol uchun oxirgi 3 ta raqami 0 bo'lishini tanlaymiz va qadoq narxini yaxlitlashni bosadigan bo'lsak, dori vositasining qadoq narxi yaxlitlanadi. Bu yerda ro'yxatni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, nomenklatura, ya'ni dori vositalari ro'yxati shakllanadi. Bu sizning aptekangizda mavjud bo'lgan dori vositalarining ro'yxati. Bu kontragentdagi, ya'ni kontragentdagi nomenklaturaga mos bo'lganlari avtomatik tarzda MXIQ kodi orqali tanlab olinadi va dastur buni o'zi avtomatik tanlaydi. Keling endi sizlar bilan hisob fakturasining kerakli maydonlarini to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun to'ldirish majburiy bo'lgan yacheykalar, ya'ni qizilda berilgan yacheykalarni to'ldirish majburiy. Sariqda berilgan yacheykalarni
ko'zdan kechirib qo'yish zarur. Avvalambor qizilda berilgan yacheykalarni to'ldirib olamiz. Va kerakli qatorni tanlaymiz. O'ng tarafini bosamiz sichqonchaning va nomenklatura yaratish tugmasini bosamiz. Va bu yerdan bizga tovarni yaratib berdi va bu yerdan biz guruhni tanlaymiz. Biologik faol qo'shimcha, ya'ni BAT. Ishlab chiqarilgan davlati O'zbekiston va ishlab chiqaruvchini ham tanlab qo'yishimiz zarur. Bu yerda agarda shtrix kodi mavjud bo'lmasa, ya'ni shtrix kod avtomatik dastur qo'yib bermasa, o'zimizda qadoqdagi shtrix kodni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mana bu tugma orqali shtrix kod qo'shish tugmasi orqali shtrix kod qo'shib qo'yiladi. Bu yerda saqlash va yopish tugmasini bosamiz va ushbu dori vositasi avtomatik ro'yxatda tanlanadi. Keyingi dori vositasini ko'rib o'tamiz. Alifga emaslar, o'ng tarafini bosamiz va nomenklatura yaratish tugmasini bosamiz. Bu yerdan guruhni tanlaymiz. Biologik faol qo'shimcha, ya'ni BAT. Ishlab chiqaruvchi davlati O'zbekiston. Va bu yerda keltirib o'tilgan, ya'ni Ziyonur Farm firmasini tanlaymiz. Ziyonur Farm. Ishlab chiqaruvchisini tanlaymiz. Tanlab oldik. Shtrix kodlari va o'lchov birligi, o'ramli miqdoriga e'tiborli bo'lamiz. Bular barchasi to'ldirilgan. Saqlash va yopish tugmasini bosamiz. Dori vositasi to'ldirildi. Xo'p, bizda barcha kerakli qatorlar to'ldirildi. Ya'ni bizda nomenklatura qatorlari barchasi to'ldirildi. Xo'p, keyingi navbatda qiladigan vazifamiz bu tovarlarning muddatlarini to'ldirib chiqishimiz zarur. Bu yerda tovarni muddatini ko'ramiz va muddatini kiritib qo'yamiz. Misol uchun Bukogen tabletkasining muddati kiritildi va keyingi qatorini ham to'ldirib olamiz va shu tarzda barcha qatorlar to'ldirib chiqariladi. Muddatini to'ldirib oldik va endi kerakli ustamani qo'yamiz. Misol uchun 15% ustama qo'yishimiz mumkin. Barchasini to'ldirish tugmasini bosaman va barcha tovarlar uchun 15% ustama qo'yiladi. 15% ustama qo'yildi. Endi biz savdo narxining referent narxdan oshib ketdimi yoki ketmaganligini bu yerdan tekshirib olishimiz mumkin. Ya'ni savdo narxi NDS bilan 4200 so'm va referent narxi ushbu analgin rastor tovarining referent narxi 10800 so'm ekan. Bu yerda biz referent narxdan oshmagan holatda ustama qo'ydik va boshqa dori vositalari uchun ham uni tekshirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi navbatda biz yana bir tekshirib o'tadigan joyimiz mavjud. Ya'ni ta'minotchi tarafidan yuborilgan o'lchov birliklarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni noto'g'ri o'lchov birliklari yuborilgan bo'lsa, buni to'g'rilab qo'yishimiz zarur. Ustiga 2 marta bosish orqali birlik qatorini ochib olamiz va kerakli birligini tanlab qo'yamiz. Ya'ni upakovka birligini. Agarda sizga ushbu tovar donada kelgan bo'lsa, dona birligini tanlab qo'yishimiz zarur bo'ladi. Bu yerda sarg'ida ko'rsatib o'tilgan birliklarni barchasini tekshirib o'tamiz. Ustiga 2 marta bosish orqali birlik ochiladi va kerakli birligi tanlanadi. Tanlab bo'ldik. Endi yana bir bor ro'yxatni tekshirib qo'yishimiz zarur. Ya'ni jadvalning yuqori qismida ushbu dori vositasida shtrix kod mavjud yoki mavjud emasligi ko'rsatib o'tilgan. Biz bu yerdan ushbu dori vositasida shtrix kod mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib olishimiz mumkin. Agarda sizda ushbu dori vositasida shtrix kod mavjud bo'lsa, ustiga 2 marta bosamiz va dori vositasini ochib olamiz
va bu yerda shtrix kod mavjud emas. Ya'ni bu ushbu dori vositasiga shtrix kod biriktirilmagan. Shtrix kod qo'sh tugmasini bosamiz va shtrix kodni skanerdan o'tkazamiz ushbu dori vositasining. Mixida mavjud bo'lsa, avvalambor Mixidan yuklashni bosib ko'ramiz. Agar Mixida mavjud bo'lsa, dastur avtomatik tarzda ushbu dori vositasiga shtrix kodini biriktirib qo'yadi. Endi kerakli miqdorda qadoq narxini yaxlitlab olaman. Narxlar yaxlitlandi. Keyingi bosqichda biz ushbu fakturaning markirovkalarini yuklab olishimiz zarur. Buning uchun agregatlash tugmasini bosamiz. Markirovkalar yuklandi. Biz buni bazamizga saqlab olamiz. Saqlash tugmasini bosamiz va buni dasturimizga saqlab oldik. Endi nomenklatura ro'yxatini bosadigan bo'lsak, dastur bizni nomenklatura ro'yxatiga avtomatik qaytarib qo'yadi. Barcha ma'lumotlarni to'ldirib oldik. Endi kirim qilish tugmasini bosamiz. Kirim qilib oldik. Buni endi ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda bizga поступление tovar, ya'ni tovar kirimi dokumentini yaratib beradi dastur avtomatik tarzda. Buni saqlash va yopish tugmasi orqali saqlab olamiz. Endi biz bu fakturani kirim bo'lganini yana bir bor tekshirib olishimiz mumkin. Ombor bo'limidan tovar kirimi bo'limiga o'tamiz va bu yerda mana shu faktura mana yuklandi. Kirib tekshirib olishimiz mumkin. Faktura yuklandi, savdo jarayonini amalga oshirish mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.